hali Xiaomi 17 sotuvga kelgani yo'q dashi. Bizda esa birinchi filialimizda ideal holatda deyarli USB'lar ham ochilmagan Xiaomi 17T modelimiz 12256 $499. Assalomu alaykum. Hurmatli obunachilar, bugungi narxlar shunaqangi arzonlashgan va yuqori sifatda noyob takliflar. Sizlar ko'rayotgan bu ideal smartfonlar sizning qo'lingizga siz o'ylagandan yaxshi holatda bormasa, smartfonni qaytarib yuborishingizga biz rozimiz. Biz albatta oldindan to'lovsiz mutlaqo bepul yetkazib beramiz. Bu model haqida eshitganmisiz? Xiaomi bu flagman segment bo'ladi. Xiaomi Kiwi 4 Pro modelimiz. Orqasi ekoko'jadan va plastik bilan jihozlangan. O'ta noyob perfekt notchada 12256 lik. Narxi esa $200 sezilarli darajada arzon narxga. Bor yo'g'i 10 kungina ishlagan $415 xarid qilingan telefonni $315 ga beraman. Bunaqa X9 dik bir kelib qoladi, lekin bu rabochiy hisoblanmaydi, deyarli yangidek kabi bo'ladi. Aynan Flip 4 Snapdragon 8 Gen 1 chipiga tezlikda tengsiz chipga ega bo'lgan, yopilganda yoqimli qurilma, ishlatganda rohatlantiradigan qurilma. O'ta noyob taklif. Narxi esa $115 ga. Biz sizga dunyodagi bardoshli buklanuvchi smartfon orqasiga karbon laminatsiya, oldiga bronirованный plyonkalar bosilgan. O'z dunyoyingizni kashf eting. Fold 6 to'laqonli yopilishi va elegantni natural dizayn $560 ga tasavvur qilish qiyin. $600 dan arzoniga bunaqa smartfonni olishni tasavvur ham qila olmayman. $255 ga S22 Plusni S22 narxida qilib beraman. S23 ni esa $305 ga qilib beraman. Aynan A56 ni $255 ga sizdan olishga roziman, chunki bu $255 juda ham arzon narx ekanligini his etishingiz uchun aytaman. Bu Rossiya standart Rostes varianti, Rossiyadan kelingan ikkala imikkalari ro'yxatdan o'tgan. 23 Ultra'ni A+, 22 Ultra'ni A+ segmentiga varianti $390 ga. Aynan 20 Plusni $210 qilib beraman. Bozorda mavjud bo'lmagan o'ta noyob model. 25 Ultra oddiy 256 lik 800 sotilayotgan bir paytda $785 ga 512 talik qora rangli varianti. 128 91% iPhone 6 Pro ni 800 dan qimmatiga mijozli qo'ldan olyapmiz, lekin $765 ga bugun men taklif etaman. 256 GB $730 ga yangidek natural rangda 15 Pro Max. iPhone 15 Pro esa 128 $649 ga juda arzon narxga. 128 88 $499 ga 500 dan arzoniga bunaqa 14 Pro ni topish qiyin masala. iPhone 13 Pro ni 256 95% batareya bilan $445 ga juda ham arzon, juda ham noyob oq rangda. 99% radno holatda arzon narxda $510 ga siz uchun chegirmada iPhone 15. iPhone XS Max ni 256 100, lekin iPhone X ham $175 sotilayotgan bir paytda $170 ga XS Max 128 84% $640 ga ideal darajada blue rangda. iPhone 12 Pro ni 128 94% $285 ga men o'zim olishga tayyorman. Men bundan qimmatroq olyapman dashi. Men bugun sizga eng arzon narxda taklif etyapman. $435 ga iPhone 13 Pro ni 256 95% varianti. 64 81 $170 ga yangidek iPhone XS modelimiz. Aynan 13 ni ideal variantda taklif etaman $90 ga. Kuchli model $89 ga 128 talik 14 modelimiz puliga arziyat oladigan mukammal segmentga ega. Aynan bugun aziz obunachilar, salafalarga e'tibor berayotgan bo'lsangiz, o'ta yangi darajada bu smartfon o'yin zona, bu smartfon kinoteatr, bu smartfon ish joyi siz uchun chegirma narxda $370 dan haqiqiy elegantli takliflar, kuchli takliflar. Xiaomi 14 16 ga 512 talik o'ta noyob mahsulot $499 ga. Redmi 14C chegirma narxda $80 ga. Aynan $50 ga Huawei Y72 modelimiz, yangi avlod modellaridan biri. S22 ni ideal darajada Dubai regioni esa $225 ga. 22 Ultra $385 evaziga. Note 10 ni $65 evaziga. Note 13 Pro 5G modelimiz, eksklyuziv model. Bu noyoblik, bu $155 ga. S23 Plus ni $335 ga, S23 narxida. Note 10 ni $125 ga tasavvur qilish qiyin. $315 ga Galaxy S23. S22 ni $250 ga A+ segmenti. $195 ga A55 tasavvur qilish qiyin. $200 dan arzoniga sotaman deb o'ylamagandim. $410 ga Desert rangda Galaxy S24. 256 lik $132 evaziga A16 ideal holatda. $130 evaziga S10. Bu smartfonlarni hali hammasini ko'rsata olmadim. Albatta bu birinchi filial, ikkinchi va uchinchi filialda haqiqiy san'at asari, haqiqiy noyobliklar bor. Bularni ko'rish uchun albatta Telegramga obuna bo'ling.
Biz sizni har doim shunaqa noyob smartfonlar bilan ta'minlaydigan magazinmiz. Biz siz uchun qayg'uradigan, biz siz uchun imkoniyat yaratadigan magazinmiz.